Oyijon, shu yerda yangi kiyim zakaz qilgan edimsiz, kirib olaylik. Ha, hozir kirasiz, olasiz. Sizga to'g'ri kelmaydi razmer. Uyda yotadi. Mana o'g'limning pulini kim kemiryapti? Yo'q, oyijon, bu yerda kiyib ko'rib olsa bo'ladi. Yuring. Farosatingiz yo'ligini bilardim. Bunchalik o'rik tug'ilgan deb o'ylamagandim. Ofisda kiyinasizmi? Oyijon, xotiroming, qarang, kiyinish xonalari bor, qulflanadigan, yorug', xotiroming. Ha, o'zi hamma narsa gap topyapti. Qani bitta ko'raylikchi nima kiyarkan. Mana oyijon, loyiq, agar to'g'ri kelmaganda ham almashtirib berishardi. Shunaqa qilib o'g'lim pulini yeysizda. Nega oyijon, hozir uzun marketda chilla bazar savdosi bo'lyapti. Bolalar mollari, kosmetika, ayollar kiyimlari va boshqa ko'plab narsalarga 70% skidka bor. Barcha chilla fashion faqat uzun marketda. Ayo'g'ing, bu narsalarni olib chiqib keting, bu yerdan gap qaytarmang menga. Nimaga chiqarib yordilar? Olgan narsalarim yoqmadimikin? Aqlli qiladi. Hozir kelin zakaz qilgan narsalardan bizga ham zakaz qilib bering. Aksiya ketayotgan ekan, faqat kelinlar chiroyli yuradimi? Qaynolar ham chiroyli bo'lsin. Opiniyerga tegsa nimalar bo'ladi? Endi uni xonasi, kiyimlari, kravati, shpaklyovkalari saniki. Lekin ishlari ham saniki. Idish to'g'rini endi har kuni o'zing yuvasan. Oying esa Endi seni erga beramiz. hali yosh bo'laman-ku. Voy, katta qizsan-ku. Unda meni eshiting. Endi yosh bolani eshitishim qoluvdi. Qop-qotda mana shunda yosh bo'laman. 6 oydan keyin eski opachingdan asaram yo'q, g'irt quda tarafga o'xshab ketar ekan. Qayni shallaqim, o'shalarga o'xshab ketyapsiz. Yo'qchirovoz, ikki shallaqi deyapsan, hozir menga o'xshab birga tegayotdi, tuxmat tushundingmi? Uyda kuchiga. Keyin esa o'g'irlikka o'tadi. Oyim faqat shu parda olaman, boshqa hech narsa kerak emas. Shuni olayjon, boshqa hech narsa kerak emas. O, trichap, zo'r shampundek, как раз to'kildi. Stop, jonimizga tegib ketdinglar. Oyjon, yana nima olay? Voy, bizga kerakli hamma narsa bor ekan. Balkim shu yerda qolarmiz? Balki biz ketarmiz. Voy, zo'r bo'lardi. 3-4 yildan keyin bo'lsa churvaqalari bilan keladi. Mana o'sha kun keldi. Bolaligimda oila meni mamnaq qilib urardilar. Va nihoyat qasos olindi. Videoni opasi Yosingiz borlarga jo'natib qo'yinglar. Paq. 2 oyda qaytib keladi, ajrashib ishonmasanglar $100 tikaman. 6 oyda qaytib keladi. $100. Men 1 yilda qaytib kelishiga pul tikaman. Agar kim aytgani bo'lsa 300 o'shaniki. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mashina o'ziniki emas, kreditga olganiga 200 ming tikaman. Arendaligiga 200 ming. Va yaxshi niyat qilinglar, balkim xotin olib bergandir. Yosh kelin juda ozg'indi, tug'olmaydi shu. Umuman tug'ilmasligiga 300. Chala tug'ishiga 300. Iloyim, butun tug'ilsin-de. Bu tochni bolalar bilan yuribdi. Amakilar yursa ham katta gap bu bilan. Yo'q, bu chollar bilan yuribdi. Sizlar g'iybat qilguninglarcha men Mavrid loyihasidan uy oldim. Boshlang'ich 30% dan to'ladim. Qolganini 36 oyga bo'lib to'layman. Sog' bo'linglar. Aldayapti, olmagan. Olgan bo'lsa ham 50 yil yolgan pul yo'q buni. Noto'g'ri gumonda bo'lmaylik, balkim o'ynash olib bergandir. Ya'ni haydordimi? Necha kunda qaytding? 2 oy 25 kun. Yana 5 kun ichida bermaysanmi? Befarosat $300 ko'tarardimi? Bor qaytib ket, bor yasha yana 5 kun. Ey, pulot o'ylamaydigan o'ylana. Shunaqa o'zicha zamonaviy qizlar qishloqqa kelin bo'lsa nimalar bo'ladi? Qishloqqa yangi maxluq kelgandek bo'ladi. O'g'lim, xotining soch oqarib ketdimi? Это image, всем понятно? Chiqib so'kayapti-a? Men ko'cha aylanib kelaman. O'g'lim, xotining bunaqa ko'chaga chiqmasin, ustiga nimadir berib Hozir. Bu yangicha stilmi? Oh, конечно. Lekin tirnolardan xaskash o'rnida foydalansa bo'ladi. Kuniga 3 marta yiqilmasa hisob emas. Astagfirullah, bunisi nima endi? Я хочу купаться, где душ? Хотя бы косметолог topib bera olasizlarmi? Esmeralda. Kosmetologga jinnisi ekansiz lekin. Qizim, hali xina qo'yishga vaqtli emasmidi? Ne, это tatushka. Ha, nimaligini tushunmadimmi? Lekin yaxshi niyatda qo'ygan bo'lsa kerak. Доброе утро, мои подписчики. Сегодня такой лук. Terlaringizga tashromoldan keyin qilib berdingizmi? Menga ham shunaqa kiprik. Yaqinda molni so'yamiz, kiprigini shunga beraylik. Bo'ldi. Bugun Oyjon Izay bilan kirlarni yuvamiz. Topgan xotining nabdi qursin seni. Xuddi shunaqasidan kecha bitta kosmetolog oldi. Bir xil bo'lib qoladi. Menga bundan ham zo'rini olib bering. Mamnun. Kecha bitta
Instagramda ko'rdim, undan ko'rib olgan deyishadi. Mana buni olsang-chi. Kecha Dilnoza qo'lida shuni ko'rdim. Mana shu yerda 1 yildan beri olishni orzu qilaman. Hech kimda yo'q-da, hali olib kelib bering. Hal qilamiz. Qizlar, qaranglar, menga turmush o'rtog'im podarka qildilar. Umuman kutmagandim. Kerak emas, endi ketimiz bir xil bo'lib qoladi. Zebi ustalar nima qotdi? O'zini xuddi bizidek gap aytib qo'ydi. Hammasini shib tashlaylik. Bizaniki bitta bo'lish kerak, almashtiramiz. Qo'yliq massiv 5 ta joylashgan Mavrid mavzesida uylarning metr kvadrati 650 dollardan ekan. Turing, qo'shnilarni oldin olishimiz kerak. Qo'shnilar qayerdan biladi joy borligini? Yuring, bizni birinchi olishimiz kerak. Ana endi bizdan birinchi olishadi. Voy xudoga shukr, mashina katta. Endi biz birinchi olamiz. Xudoga shukr. Da. Xotiroma, qutib olasan, xo'p? Qizlar, xudo xolasa mana 5-farzandimni ham eson-omon bag'rimga bosib oldim. 5-chi Bu yermanni oldim, tug'ibdi. Aba, anoyda paxolla yonibdi. Nima? Oromda somon yonib turibdi dedi. Nima so'rayotganinglarni bilmadim-ku, lekin sizlarga hech narsa bermayman. Somonxona yonib ketdi demaysanmi? Men sizga aytdim-ku. Keyingi safar bomba bo'ldi degan. Achamla dedomla ponqa kinchabam qidirib kelishdi. Qidirib kelyapti. Milisa kelayotgan ekanmi? Yetimaklari yengolib kelyapti ekan. Siz vaqti gapirmang. Tushunganim ham esimdan chiqib ketyapti. Hele qilmayni, beshim og'ritib, ozgina o'tirishadi, ketishadi. Yana yaxshimisizlar? To'rtta jetmindirmaysiz. Ya, aba, bo'zay qochib ketveribdi. Ha, endi tushundim. Molga ovqat berish kerak deyapti. Boring. Og'zingga tilayaga xona berdim ol. Aman sizga nima dedim? Ittingiz qissin. Olchiysan. Elveli yemayman. Nima yeysan? Ketinchi oyigim kelibdi. Nima u? Yaxshi keldingizmi? Menga nima deb keldingiz? Ha, bir kerak kelmab, stonchi qisib o'ljak bo'lib turadi. Iskandar Building'sda Mavrid loyihasidan 2 xona uy olish uchun boshlang'ich to'lov 98 million ekan. Hozir aksiya ekan. O'ra qoldim. Gapirvoman, gapiribdim. Ketdi. Achi. Bo'ldi. Sizlar bilan umuman gaplashmayman. Ana, yangi kelinim bilan gaplashib. Ibi havli buncha katta, jurib beringlar hay. Endi bir-birimizni umuman tushunmay yashaymiz. Hech bo'lmasa shu kelinim badiiy tilda gapirsa bo'ladi. Rus tilini o'rganarmiz. Yega qirq. Voy, Voy,